Hozirgi zamonda yaxshi turmush o'rtog'ini topish uchun ko'pchilik insonlar o'zingdan yosh bo'lgan qizni top va uni tarbiyalab o'zingga o'rgat deyishadi. Shunday ham qildim. Jajjigina bir go'zal qizni uchratdim. Bu farishta. Juda ham beozor edi. Kun sayin u qizga bog'lanib borar edim. Avvallari uni qo'rqitmaslik uchun sevgi to'g'risida emas, balki unga hayotiy saboqlarni bera boshladim. Ya'ni o'zimni unga akadek tutdim. Lekin u qizning ko'zlarida menga akalik emas, balki muhabbat uyg'onganligini allaqachon payqagan edim. Menga bo'lgan sevgisidan foydalangan holatda esa unga shartlarimni bajartirdim. Seni sog'indim, ishon, so'zlarim yolg'on emas. Ko'zlarimdan bugun yosh emas, yomg'ir yog'ar. Seni sog'indim, ishon, yuragim armon ezar. Ko'zlarimdan tinmay yosh emas, yomg'ir yog'ar. Shartlarim juda ham oddiy edi. Agar meni sevsang, birinchi galda oila a'zolaringga mehribon bo'l. Ularni aslo norozi qilma. Atrofga boq. Dunyoda ikki xil odam bor: yaxshi va yomon, oq va qora. Ana shu ranglarni bir-biridan ajrata olsangina hayotda juda ham kuchli inson bo'lasan. Xayollaringni sevgi bilan band etma. Hozir sen o'qishing kerak. O'zing aytasan-ku, hayotda katta inson bo'laman deb. Zamon bilan ham nafas bo'laman deb ochiq sochiq kiyinman. Bizlarga yarashmaydi. Buni sen hech unutma. Bu so'zlarimni aytib, uni to'g'ri yurishga, to'g'ri yashashga, xullas hayotni o'rgata boshladim. Sevgisidan esa ana shunday foydalandim. Seni sog'indim, ishon, so'zlarim yolg'on emas. Ko'zlarimdan bugun yosh emas, yomg'ir yog'ar. Seni sog'indim, ishon, yuragim armon ezar. Ko'zlarimdan tinmay yosh emas, yomg'ir yog'ar. Otasiz o'sgan bu qizga uning onasi va men tarbiya bera boshlagan edik. Kundan kunga uni erkalatib, uni ko'ngliga qarab ish qilardik. Ranjigan kunlari yonida bo'lib, unga mehrimni berar edim. Xursandlik kunida esa birga qo'shilib yosh bola kabi o'ynab quvnardik. Lekin nima bo'ldi? Borgan sari erkalanib ketdi. O'zim ham tushunmay qoldim. Ayb kimda? Onasidanmi yoki menda? Yoki otasiz qiz bo'lgani uchun ota mehriga shunchalar zormidi? To'g'ri, dunyoda hech kim ota mehrini bera olmaydi. Lekin hamma o'z bilganidan bu dunyoda qolmas ekan. U ham qolmay meni va Munis onasini tashlab, qora dunyoni tanlab bizni tark etdi. Shuncha bergan mehrimni xatlab o'zga insonni tanlab